K-pop olamining mashhur guruhlaridan biri. BTS guruhining a'zosi V, ya'ni Kim Taehyung bugungi kunda moda, zargarlik, kosmetika, moliya va lifestyle yo'nalishlarida yirik brendlar bilan rasmiy hamkorlik qilgan global ikonlardan biri. Endi esa keling, qaysi brendlar bilan hamkorlik qilishini qisqacha ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz boshladik. Celine global brend ambasadori, luxury moda uyi. Taehyung ushbu brendning asosiy yuzlaridan biri hisoblanadi. Moda haftaliklar va global kampaniyalarda muntazam ishtirok etadi. Uning klassik va vintaj uslubi brend imiji bilan mukammal uyg'unlashgan. Cartier global ambasador, Fransiyaning mashhur zargarlik va soat brendi. V ushbu brendning nafis va luxury obrazini global miqyosda namoyish etib, brend kampaniyalarida faol qatnashib kelmoqda. Tir global ambasador, Koreyaning mashhur kosmetika brendi. Tir rasmiy sahifalarida Kim Taehyung ishtirokidagi reklama videolari va kampaniya kontentlari e'lon qilingan bo'lib, hamkorlik katta e'tibor qozondi. Simin West International brend ambasador. Ushbu brend Indoneziyaning investitsiya platformasi hisoblanadi. Taehyung brendning rasmiy reklama videolari va posterlarida ishtirok etib, Simin Westning zamonaviy va ishonchli imijini ifodalaydi. Taehyung yana o'sha mashhur Compass Coffee brend ambasadori. Ushbu brend Janubiy Koreyadagi mashhur qahvaxonalar tarmog'i hisoblanadi. V bilan birga olib borilgan kampaniyalar yoshlar orasida katta qiziqish uyg'otib, brend mashhurligini yanada oshirdi. Paradise City brend global ambasador, Janubiy Koreyadagi luxury resort va entertainment majmuasi. Kim Taehyung Paradise City'ning global image kampaniyalarida ishtirok etib, brendning premium va san'atga yaqin obrazlarini targ'ib qilgan. Endi esa eng muhim savol: nega brendlar aynan Taehyungni tanlaydi? Sabablari juda aniq. Kuchli global fan baza, noyob vizual king deb ataladi. Har qanday stilga moslashish qobiliyati, minimal reklama bilan katta ta'sir. Ko'plab ekspertlar uni walking brand deb atashadi. Demak, Kim Taehyung bugungi kunda Celine, Cartier, Tir, Simin West, Compass Coffee, Paradise City sohalarida rasmiy ambasador sifatida faoliyat yuritgan. Bu esa uni nafaqat idol, balki global marketing ikonga aylantiradi. Agar sizga bu video yoqgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring va albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizningcha Taehyung yana qaysi brendlar bilan ishlashi kerak?